vodoprovod, svet, gaz, musul-pusulga qancha pul ketdi, shuni bir hisoblagin. 43 so'm. Qancha? 43 so'm. 43 so'm? Voy voy! Hey! Bunaqada pilladan tog'ing bo'lsa ham yemiriladi-ku. Svetni bittasini yoqsang, anonsini o'chirib qo'ygindi. Bunaqada cho'chig'ulgur g'ir-g'ir aylanib pulni yutaveradi. Yaxshi ham o'sha paytlarda limit bo'lmagan. Ushbu pyesani yozilganiga bu yil roppa-rosa 50 yil to'ldi. Buni qarangki, spektaklda Farmonbibi tilidan aytilgan gaplar oradan yarim asr o'tsa hamki hamon aktual. Kim uchundir bu jumlalar balki ziqnalikdek ko'rinar, lekin aslida yozuvchi asar qahramoni tilidan o'zbek millatiga xos bo'lgan ijobiy xislatlardan biri, ya'ni tejamkorlikni biroz yumor bilan targ'ib qilgan. Aslini olganda mana shunday farmonbibiylar bugun har bir o'zbek xonadoniga doimgidan ko'proq zarur. Negaki energiya resurslari yildan yilga kamayib borayotgan dunyo mamlakatlarida energetik inqirozlar allaqachon boshlangan bir davrda bu boradagi barqarorlikni saqlab qolish o'ta muhim masala. Bugun biz studiyamizdagi mutaxassislarga aynan shu mavzuda gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Pulini to'lab qo'yyapman-ku, qancha xohlasam shuncha ishlataman deydiganlar ham bor. Iste'molchilarimiz orasida tejash haqida gapirsiz, insa qotirish bo'ladi. To'lovni olishni eplayapmiz, rag'batlantirishni ham eplab qo'ysak, bu ham juda zo'r targ'ibot. 5 oy davomida 325 milliard so'mlik energiya resursi talon-toroj qilingan. Nimaga targ'ibot masalasida mana shunaqa real choralar yo'q? Umumiy foydalanish bo'lgandan keyin mas'uliyatni hech kim o'ziga olmaydi. Avvalroq mana shunday qilib tejasak bo'lar ekan aslida. Kepsizlar dasturimizga. Energiya deganda o'sha faqatgina elektr tokini emas, o'sha tabiiy gazni ham, uylarni isitish tizimlarini ham tushunish zarur. Shuni hisobga olgan holda agar tarozini bir pallasiga energiya iste'molini qo'ysak, ikkinchi pallasiga esa uni isrof qilishni qo'ysak, o'sha bugungi kunda qaysi biri og'irroq bosyapti? Tarozi pallasi biroz o'ynab turibdi deymiz. Buni qaysidir ko'proq bosib ketdi deya olmaymiz. Chunki bu sharoit, vaqt va omillarga bog'liq holat. Endi energiyani yo'qotishlarga keladigan bo'lsak, masalan, elektr energiyasini A nuqtadan B nuqtaga yetkazish uchun texnologik sarf bor, tabiiy yo'qotish bor. Faqat agar elektr tarmoqlari yangi bo'lsa va to'g'ri ekspluatatsiya qilinsa, bu yo'qotish kamayib boraveradi. Yana bir yo'qotish bor, tijoriy yo'qotish, o'g'irliklar, noqonuniy ulanmalar. Yaqinda bir kishi savol berdi. May oylaridan shunda issiq ob-havo boshlandi. Konditsionerda ishlatyapman, konditsionerda kuch yetmayapti. Juda ko'p ishlasam, siz aytganday limit yetmayapti dedi. Shu yerda to'g'riladim. Limit emas, bazaviy me'yor. O'sha savol bergan kishidan so'radim. Sovuq ob-havo payti, qahrodon qishda uyingizda derazani yoniga yaqinlashsangiz, eshik yoniga yaqinlashsangiz sovuq havo urarmidi dedim. Urardi dedi. Qanchalik dedim, yomon sovuq urardi derazam. Demak, siz qishda ham qariyb 50% energiyani ko'chaga, bekorga sarflagansiz, yozda ham aynan shu xatoni takrorlayapsiz. Siz birinchi o'sha eshik deraza romlaringizni ko'rib chiqishingiz kerak. Eski bo'lsa almashtirishingiz, agar rezinasi chirib qolgan bo'lsa yangilashingiz, o'rtasida tirqishlari, o'sha akva romlarini ham har zamonda uni muruvvatini to'g'rilab, sozlab turishlari bor. Shunga o'xshagan biz ko'zimiz ilg'amaydigan juda ko'p unsurlar borki, boshqa narsaga urg'u beramiz va sovutish tizimini zo'riqtirib ishlatishga harakat qilamiz. Bitta narsaga izohni to'g'ri berishimiz kerak, ya'niki bizni o'sha fuqarolarimiz tejamkorlik deganda noto'g'ri salbiy fikr bor. Ya'niki bu hamma narsani o'chirib qo'y, foydalanma. Bu degani oddiy xalq tilida aytganda komfort rejimdan voz kechish. Biz bugun 21-asrda hamma texnologiyalar bor zamonda yashaymiz. Biz hamma texnologiyadan foydalanamiz. Faqat e'tibor berishimiz kerak, tejamkorlik deganda energiya resurslaridan samarali, ya'niki energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanganimiz bu tejamkorlik deb tushuntirsak bo'ladi. Yildan yilga iste'mol madaniyati kuchayib boryapti. Men buni gaz ta'minotidagi holatdan bilaman. Isitish mavsumida 500 kubometrdan uyini isitish uchun sarflaydigan xonadonlarning soni 2 million bo'lgan. O'tgan yili 1,5 million bo'ldi. Bu yil 922 ming bo'ldi. Kamayib boryapti. Kamayib borayotganlarning ichidagi olayotgan gazini hajmi ham kamayib boryapti. 1 milliard 200 million gaz olgan bo'lsak, 1 milliard 200 millionga kamayyapti-da mana. Kamaygan iste'mol bu demak yangi xonadonlarni gazlashtirishga yoki yangi ishlab chiqarish korxonalarini gazlashtirish yo'nalishlariga sarflanyapti.
yildan yilga iste'molchi soni ko'payib boryapti, lekin iste'mol hajmi kamayib boryapti. Ham narxlar ham tartibga solib qo'ydi-da. Masalan, oldin uyini isitishdan o'sha gaz qurilmasidan foydalanishardi juda ko'pchilik. Yoqib qo'yardi, 4 ta konforkasini yoqib qo'yardi. Hozir agar shunaqa yoqib qo'yadigan bo'lsa, juda cho'ntakka yaxshigina zarar bo'lyapti. Shuni o'chirib qo'yishyapti yoki oldin o'sha hammomimizdagi AGV deymiz, mana shu foydalanmasak ham yoqib turardi. Men ko'ryapman, men bir nechta qo'ni-qo'shnalarim masalan o'sha foydalanmayotgan paytda o'chirib qo'yishyapti. Ya'ni bo'lar ekan. Avvalroq mana shunday qilib tejasak bo'lar ekan aslida. Energiya tejash haqida gaplashyapmiz. Bu faqat uydagi chiroqlarni o'chirib yurish emas, oddiy kundalik harakatlar orqali ham bunga erishish mumkin. Masalan, yoz oylarida konditsionerni 18 darajaga qo'yish shart emas. 20 daraja ham odamni bemalol salqinlatadi. Bir oyda shunda 15-20% energiyani tejagan bo'lar ekanmiz. Ya'ni 100 ming so'mlik energiyani tejasak 80 ming to'lar ekanmiz. Bu ham yaxshigina summa yig'ilib anchaga boradi. Keling endi sun'iy intellektga savol beraylik. Donaxon, aytchi, gaz yoki elektr toki narxlarini oshirish orqali odamlarni energiya tejamkorlikka o'rgatish mumkinmi? Ha, ma'lum ma'noda gaz yoki elektr narxlarini oshirish odamlarni energiyani tejashga undashi mumkin. Xarajatlar ko'payganligi sababli odam tabiiy ravishda o'z iste'molini nazorat qila boshladi. Masalan, keraksiz yoqilgan chiroqni o'chirish, tejamkor texnikadan foydalanish yoki issiqlikni tejashga harakat qiladi. Lekin faqat narxni oshirishning o'zi yetarli emas. Agar aholiga energiya tejash usullari tushuntirilmasa yoki tejamkor texnologiyalar hamyonbop bo'lmasa, bu norozilikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun narx siyosati targ'ibot, ta'lim va zamonaviy tejamkor texnologiyalar bilan birga olib borilsa, samarasi yuqori bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l odamni majburlash emas, balki unda ongli tejamkorlik madaniyatini shakllantirishdir. Afsuski o'sha hamyurtlarimizni orasida shunday insonlar ham bor. Ya'ni pulini to'lab qo'yyapman-ku, qancha xohlasam shuncha ishlataman deydiganlar ham bor. Yana shunday qatlam borki, o'g'rilik usulidan foydalanishadi. Alohida bir mutaxassis chaqirib, alohida bir tarmoq ulanib, uni hech kim bilmaydigan tarzda, ya'ni o'shandan foydalanish. Hozir ham shunaqa aholi qatlamlari bormi, qoldimi o'zi bizda? Biz energiya resurslarini ishlab chiqarish uchun katta resursni sarf qilamiz. Ya'niki neft mahsulotlari, ya'ni gazdan yo bo'lmasa ko'mir mahsulotlarini yoqib, elektr energiyasi ishlab chiqaramiz. Yo bo'lmasa tabiiy gazni qancha quvur tortib olib kelamiz. Energiya resurslarini bunday foydalanishga qonunchilik hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy va Jinoyat kodekslariga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra endi issiqlik energiyasi, elektr energiyasi va tabiiy gazdan hujjatsizlarcha foydalanish uchun yoki kunning yorug' vaqtida yoqib qolgan chiroq uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravaridan 20 baravar miqdorida jarima belgilandi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'niki endi energiya resurslarini foydalanishda faqat targ'ibot tushuntirish ishlari emas, bu qat'iy choralar ko'rilgan. Qonunchilik bo'yicha muqarrar jazo choralari bor. Oldin bu mas'uliyati cheklangan jamiyat va yirik korxonalar uchun edi. Joriy yilning 13-iyun kunidan kuchga kiradiki, endi yakka tartibdagi tadbirkorlar, oilaviy korxonalar barchasi javobgarlikka tortiladi. Biz ko'plab guvoh bo'lganmiz. Masalan, Toshkent shahrining ham avtobekatlarini qarasangiz, soat 9:10 da chiroq yoqib qolgan bo'ladi. Bu endi energiya tejamkorligi uchun qonun doirasida jiddiy kurash va bu tadbirlarda nazorat tadbirlarini Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'z energiya inspeksiya xodimlari amalga oshiradi. Yangi kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, mahalla profilaktika inspektori va favqulodda vaziyatlar vazirligining barcha hududiy bo'lim xodimlariga ham bu vakolat berildi. Bu degani endi tadbirkorlik subyektlari albatta o'zini hushyor tortgan holatda bu siz aytayotganda men energiya resurslarini to'lovini qilib qo'ydim, bemalol degan narsa yo'q. Energiya resurslari bu davlat va butun xalq mulki bo'lganligi sababli uni tejamkorlikka, uni asrashga endi har bir iste'molchi majbur desak bo'ladi. Endi masalan, bordinglar o'sha nazorat tadbiriga, o'sha kunduz kuni chiroq yoqib turgan ekan. Bu bitta qoidabuzarlik. Yana qaysilari qoidabuzarlikka kiradi? U yerda masalan o'sha tarmoqqa ulanib turgan bo'lsa, ya'ni o'sha uskunadan foydalanmayotgan bo'lsa ham, u ham qoidabuzarlik sanaladimi? Ya'ni tarmoqdan chiqarib qo'yish kerakmi? Yo'q, u qoidabuzarlik sanalmaydi. Bu bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi, lekin yuqorida keltirib o'tgandek kunning yorug' vaqtida, ya'niki ko'cha chiroqlari sarflanayotgan elektr uchun
javobgarlik bor. Ya'ni mavjud. sarflanmasa javobgarlik yo'q. Yo'q, unaqa. Ulangan bo'lsa ham sarflanmayapti-ku. Yo'q, faqat sharti shu belgilagan. Hujjatsizlarcha foydalanish. Gaz bo'yicha masalan aytishimiz mumkin, energiya resurslarining iste'molchilari ichida tadbirkorlik subyektlari ko'p. Agarda nazorat tadbirlarida tadbirkorlik subyekti hech qanaqa litsenziya hujjatlariga ega bo'lmagan, qo'lbola yo bo'lmasa chetdan xorijdan olib kelingan qurilmani, gaz qurilmasini isitish bo'ladimi, o'rnatsa, bu bazaviy hisoblash miqdorini 200 barobardan 300 barobargacha jarima qo'llanadi. Va shu bilan birgalikda bu bo'yicha ma'muriy va jinoiy javobgarliklar belgilangan. Birgina misol, masalan, energiya resurslaridan joriy yilni shu vaqtida 5 oy davomida 325 milliard so'mlik energiya resursi talon-toroj qilingan. Tasavvur qiling, bu shunchaki raqam emas. Bu qancha xonadonni necha oylik iste'moliga teng. Va bu iste'molchi yuridik iste'molchilardan masalan biz so'rardik, qonun oldin jarimani to'lasang va belgilangan zarar qoplansa bo'ldi edi. Bu yana iste'molchi tarmoqqa ulanadi, ketadi. Endi bunday emas. Endi qonunchilikka ko'ra energiya resursidan noqonuniy foydalangan yirik summada, ya'ni yirik zarar yetkazilgan holat bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi va bu 5 yildan 8 yilgacha ozodlikni mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Bu Bruni haqida o'zi. Hozir bizda qurilish bo'yicha mutaxassis bor. Qay darajada, qanday qurilish materiallaridan foydalansak biz energiyaga kamroq pul to'laymiz? Hozirgi paytda aholini keskin ortishi hisobiga turar joylarga talab juda ham ortmoqda. Bizani hozirgi paytda mintaqamiz keskin kontinental mintaqaga aylanib bo'ldi. Chunki qish paytda sovug'imiz qahraton sovuqqa aylanyapti, yoz paytda jazirama issiq. Energiya iste'moliga talab borgan sari ortadi bu yog'iga. Xuddi shunday. Endi bu yechimlarni biz vazirlik tomonidan qanday bir masalalarni yechimini hal qilish maqsadida qurilayotgan binolarni energiya samarador qilib qurish masalalari ancha-muncha optimal masalaga aylangan. Oldingi paytda bunaqa talablar bo'lmagan. Hamma o'zi xohlagancha yoki imkoniyatdan kelib chiqqan holda uy qurgan. Endi boshqa materiallar bo'lmagan. Mavjud mahalliy materiallardan foydalangan holda. Endi hozir energiyani sarfini kamaytirgan holda bor energiyadan oqilona foydalanish. Oyna romlarini masalan energiya samarador materiallardan foydalangan, mana 2 qavatli oynalar bilan qoplash, yo bo'lmasam eshiklarni avtomatik tarzda yopiladigan davutchiklar bilan o'rnatish. Bu ham ancha-muncha xonadon egasiga, yo bo'lmasam davlatga ancha-muncha samarali iqtisod qilishga yordam beradigan bir yo'llardan bittasi. Keling endi lavhaga navbat bersak, biz bugun muhokama qilinayotgan mavzu bo'yicha hamyurtlarimiz fikrlariga ham qiziqdik. Ular bugun uylarida qanday energiya tejovchi qurilma yoki texnikalardan foydalanishyapti? Uyingizdagi qaysi texnikalar elektr tejaydi? LED lampochkalarimiz, boshqa texnikalarimiz oldingidek. Elektr ko'p oladigan? LED lampalar, hamma joyda lampa. Yana nimalari elektr tejaydi? Холодильнигim, televizorimni bilmadim televizor. LED lampalar, konditsionerda, холодильник, по-моему, tejaydigan. Mikrovolnali pech bor, duxovka bor. LED lampalarchi bormi? Bor, LED lampa. Hammasi LED lampa, oddiy lampa qolmagan. Hozir oddiy lampalar qolmadi hammiz. O'zi ana svetlarimizga shunday nimalar qo'yilganda ekonom qilinadigan lampochkalar qo'yilgan. Domlaringizda bormi? Masalan, odam o'tganda svet yonadi, bo'lmasa yonmaydi. Bor, pod'ezdimizda kechki payt yoqamiz, ertalab o'chiramiz. Ekonomichniy lampochkalar bor. Yana dazmol bo'lishi mumkin. Hozirgi современныйlarda bo'ladi. Холодильникda bo'lishi mumkin. Boshqa bilmadim. Elektr tejaydigan shu oq lampochka, boshqa narsa yo'q. Nimalar qilasiz elektr tejash uchun masalan uyingizda? Keraksiz xonalarda oson uchun yoqmaymiz. Tashqari svetlarni ham yotgandan keyin o'chirib qo'yamiz. Nima qilardik? Hammasi bor. Hozir deyarli ishlab chiqarilayotgan hamma zamonaviy texnikalar elektr energiyasini tejaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Kir mashina, lampochka, холодильник, ko'p qurilmalar bor. Ishlatadigan texnikalaringizda qaysi birlari elektr tejaydi? Menimcha tejirgani yo'q, chunki konditsioner ham ko'p ishlaydi bizada, kir mashina tinimsiz ishlaydi. Tejirgan faqat lampochkalar bo'lsa kerak, LED lampochkalarimiz.
uy ichidagi harorat o'sha ma'lum darajaga yetganda uni o'sha avtomatik tarzda o'chiradigan bir termostatlar haqida eshitgandim. Uni o'sha o'rnatish oddiy bir fuqaro uchun qanchaga tushishi mumkin masalan? Termostatlar hozir o'zimiz mahalliy bozorlarda ham ishlab chiqarilyapti. Buni asosiy qiladigan funksiyasi nimadan iboratki, shu kelayotgan issiqlik energiyasini ma'lum bir gradusga yetganda avtomat ravishda o'sha issiqlikni to'xtatadi. Uyga bir muddat belgilab qo'yilgan haroratda ushlaydi. Ushlagandan keyin agar xona temperaturasi, xona harorati tushsa, avtomatik ravishda yana yoqadi. Yana sirkulyatsiya davom etadi. Klimat kontrol. Samarali yechim. Xo'p, shu necha pulga tushadi shu? Arziydimi o'zi qo'yishga? Gaz tomonidan masalan ancha-muncha tejashga erishiladi. Faqat iste'molchilarning o'zi e'tibor beradigan jihatlarimiz bor. Darpardalardan noto'g'ri foydalanib qolamiz. Masalan, jazirama issiqda bir qavat darparda oq bo'zdan qo'yish va keyingi pardalarni yopib, yorug'lik tushishi uchun tabiiy yorug'lik qoldirib, konditsionerni qo'shish uydagi mo'tadil ob-havoni tez barqaror ushlashga yordam beradi. Deraza ochiq bo'lsa, rom yaxshi ishlamasa, yaxshi yopilmasa, biz konditsionerni sonini ko'paytirsak ham, haroratini tushirsak ham foydasi yo'qligini tushunib qoldik. Quyoshlik deydi uni. Turkiyada güneşlik deydi. Bizda masalan yo'q-ku, maxsus bo'lmasini ichidan alohida yana quyosh uchun alohida himoya pardasi bo'lar ekanda, shuni ustiga keyin ikkita parda yana qo'yilar ekan. O'sha bor ekan bu narsa, bu tizim bor ekan. Birinchidan qizib ketmaydi yozda. U ushlab turadi ko'p narsani, qishda esa chiqib ketmaydi. Hozirgi paytda shu aytgan chora-tadbiringizni yechimidan bittasi shu hozirgi qo'yilayotgan romlarda 2 tabaqali oynani mavjud bo'lishi. Ya'ni o'rtadagi havo bo'shlig'i bu izolyatsiya qatlami hisoblanadi. Juda samarali narsa. Masalan, qish davrida ichkaridagi issiqlikni tashqariga chiqarmaydi. Yoz paytlarida tashqaridagi issiqlikni ichkariga kirgizmaydi, xona mo'tadil turishiga yordam beradi. Lekin o profillar borda, baribir issiq narsa, qizigan narsa issiqlik chiqaradi, muzlagan narsa sovuqlik chiqaradi o'zidan. Alyuminiyga nisbatan plastiki qimmatroq. Va samaraliroq. Shunday. Endi mana uyimizda eng ko'p energiya sarflaydigan qurilmalardan biri bu eski turdagi isitish qozonlari, ya'ni kotellar, anchasidan voz kechdik dedingiz. Navbatdagi lavhada aynan mana shunday zamonaviy isitish qurilmalarining eskilaridan afzalliklari va uni o'rnatish cho'ntagingizga qancha foyda keltirishi haqida gap ketadi. Uyimizda energiyani eng ko'p sarflaydigan qurilmalardan biri bu isitish qozonlari, ya'ni kotellardir. Ayniqsa eski avlod qozonlari bugungi zamonaviy texnologiyalar bilan taqqoslaganda ancha samarasiz ishlaydi. Ular uyni isitadi, qishda maza qilib yashashingiz mumkin, ammo eskirganligi sabab ortiqcha gaz sarfi va yuqori kommunal to'lovlar yuzaga keladi. Bu esa ko'p hollarda hamyoningizga sezilarli ta'sir qiladi. Masalan, o'rtacha 100 kvadrat metrlik xonadonni qish mavsumida isitish uchun eski turdagi qozon bir oyda taxminan 500 kub metr gaz sarflashi mumkin. Xuddi shu sharoitda zamonaviy kondensatsion qozon ko'pi bilan 300 kubometr gaz bilan ham bir xil haroratni ta'minlay oladi. Bu esa oyiga kamida 100-200 kub metr gaz tejalishini anglatadi. Agar isitish mavsumi 5 oy davom etsa, birgina qozon hisobidan yiliga 500 ming kub metr gaz iqtisod qilinadi. Bu esa oilaviy budjet uchun sezilarli mablag' degani. Yana bir narsa, farq faqat gaz sarfida emas. Eski qozonlarning foydali ish koeffitsiyenti o'rtacha 70% atrofida bo'lsa, zamonaviy qurilmalarda bu ko'rsatkich 95% gacha yetadi. Oddiy qilib aytganda, eski qozon yoqilgan gazning qariyb 3 dan 1 qismini havoga chiqarib yuborsa, yangi texnologiyalar energiyaning deyarli barchasini issiqlikka aylantiradi. Mutaxassislarning hisob-kitoblarga ko'ra, zamonaviy qozonga o'tgan xonadonlar isitish xarajatlarini o'rtacha 20-30% gacha kamaytirishi mumkin. Demak, bir oyda isitishga 1 million so'm sarflayotgan oila 200-300 ming so'm mablag'ni tejab qoladi. Isitish mavsumi yakunida esa bu summa 1-1,5 million so'mgacha yetishi mumkin. Bir qarashda yangi qozon qimmatdek tuyulishi mumkin, ammo hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, u har oy gaz xarajatlarini 20-30% gacha kamaytirib, bir necha yil ichida o'z qiymatini to'liq qoplaydi. Ya'ni bugun qilingan sarmoya ertaga muntazam tejamkorlikka aylanishi mumkin. Yangi avlod qozonlarining yana bir ustunligi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi. Ular uy ichidagi haroratni doimiy nazorat qilib, kerak bo'lmaganda quvvatni pasaytiradi. Natijada nafaqat gaz, balki elektr energiyasi ham tejaladi. Qulaylik masalasida ham farq juda ham katta. Eski qozonlarda haroratni qo'lda sozlash talab etilsa, zamonaviy qurilmalarda kerakli harorat bir marta belgilanadi va tizim uni avtomatik ravishda ushlab turadi. Ayrim modellarda esa qozonni smartfon orqali masofadan boshqarish imkoniyati ham mavjud.
Ochig'ini aytsam, o'sha lavhada aytilgan qator ma'lumotlar men uchun ham yangilik bo'ldi. Menimcha bizni tomosha qilayotgan hamyurtlarimizda ham shunday bo'lsa kerak. Bu esa tabiiyki energiya tejovchi usullardan foydalanish va uning ahamiyati odamlarga hali to'liq yetib bormaganidan dalolat. Targ'ibot masalasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda o'zi bizda? Profilaktika instrumenti bor. Bu energetika vazirligi va tizim tashkilotlari, undan tashqari boshqa manfaatdor tashkilotlar, qurilish vazirligi qanday qilib energiyani tejashimiz mumkinligi, nimalarga e'tibor berishimiz mumkinligi haqida juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ham filmlar, ham qisqa metrajli roliklar va foydali tavsiyalar berib boryapti. Eng muhimi oilada yosh kattalar, oila sohiblari farzandlarimizga o'rnak bo'la olishimiz kerak. Bizda nima bor? Ko'proq bir qusurimiz unday qilma deb aytamiz, lekin o'zimiz o'rnak bo'lmaymiz. Ana shunisi muammoga keltiradigan masala. Endi hali hanuz iste'molchilarimiz orasida tejash haqida gapirsa ziqnalik, ensa qotirish bo'ladi. Tejash hech qachon ishlatib turgan paytdagi narsani o'chirib qo'yish evaziga emas, foydalanmay turgan paytda tejash. Bitta misol keltiraman. Oddiy misol. O'zbekiston Respublikasida 600 ming, 700 ming ofis bor deb tasavvur qilaylik. Ularda har bittasida o'rtacha 4 tadan 6 tadan portativ kompyuter bor. O'zbekiston Respublikasidagi umumiy portativ kompyuterlarning taxminan 6 million deb faraz qilaylik o'rtacha. 6 million kompyuter portativni ishlatishda biz bitta katta xatolikka qo'yamiz. Hech qachon o'sha kompyuterdan foydalanuvchi biron bir majlisga, biron joyga chiqib ketsa, kutish rejimiga qo'yib yoki o'chirib ketish madaniyatiga kela olmadik. Yo'q, shu madaniyat yo'q. Ertadan kechgacha o'sha 9 da yoqqan bo'lsa, soat 18 gacha boshqa joyda ishlasa, kompyuteri yoqib turadi. Endi bitta misol. Bitta kompyuter respublikamizda 1 kilovat elektr energiyasini iqtisod qilsa, 6 million kompyuter 6 million kilovat soat elektr energiyasini sarflaydi. Buni pulga chaqsak juda katta pul chiqadi. O'zi uni ham sozlash mumkin. O'zi 5 daqiqa kompyuterga, klaviaturaga tegmasangiz uyqu rejimiga o'tkazadigan o'zini funksiyasi bor. Shuni ham yo'q qo'ymaymiz-da. Uyqu rejimiga o'tadigani u monitorga, umuman protsessor ham o'tish uchun uni kutish rejimi bor. Kutish rejimiga o'tkazsak juda kam sarflaydi. Biz ko'pincha o'chirib ketmaymiz. Ertalab kelganda ham yoqib turgan bo'ladi kompyuter. O'sha texnikni o'ziga to'latsa yoki o'sha texnikni oyligidan yoki o'sha mukofotiga ta'sir qilsa, KPIga ta'sir qilsa, albatta bunga narsaga e'tibor berishni boshlaydi. Lekin uydagi kompyuterda yoqib qolgani qo'ymaydi, chunki u o'zi to'laydi. Demak, to'lov madaniyatimizga ham bog'liq bizni energiya iste'mol madaniyatimizni oshib borishi. Mana hozir targ'ibot haqida gap ketdi. Bizda mahalladan tayyorlangan lavha bor. Bilamiz, yil sayin respublika bo'ylab elektr energiyasi yuklamasi oshib boryapti. Lekin respublikada shunday mahallalar borki, nafaqat elektr energiyasini tejaydi, balki qo'shnilarni ham ta'minlaydi. Poytaxtda joylashgan Chuqursoy va Eski shahar mahallalarida bu kabi quyosh panellari o'rnatilgan. Bundan tashqari bu yerda elektr energiyasini tejovchi aqlli tizimlar ham mavjud. Xususan 5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiluvchi Chuqursoy mahallasida 23 ta ko'p qavatli uy mavjud. Har bir qavatda aholi xavfsizligi va qulayligi uchun tunu-kun xizmatga shay bu chiroqlar hisoblanadi. Qavatli uylarimiz yo'laklarida qarzdorlik ko'p bo'lganligi sababli svetlarimiz o'chirilib qo'yib, fuqarolarimizga tepa-etajlar chiqishga noqulaylik tug'dirdi. Buni hozir quyosh paneli 15 kilovatli quyosh paneli o'rnatildi. Hozir ko'p qavatli uylarga chiroqlarni lut chiroqlarga almashtirilyapti. 118 ta yo'lagiga elektr tejash maqsadida quyosh 15 kilovatlik quyosh paneli o'rnatilgan. Bundan tashqari ayrim xonadonlarda quyosh panellarini ham ko'rish mumkin. Asta-sekin an'anaga aylanib borayotgan bunday tashabbuslar elektr energiyasini tejashda o'z samarasini berayotgani bilan ahamiyatli. Bundan oldin eski sho'chilarda juda odamlarda qarzlari ko'p, million-millionlab qarzlar mavjud bo'lardi. Qarzdorlik undirish ham qiyin bo'lardi, xalq to'lash imkoniyatlari bo'lmas edi. Hozir mana yangi sho'chiklar qo'yilgandan keyin odamlar shunchalik e'tiborli bo'lganki, hattoki tejash maqsadida zaxira ham qilib qo'yishadi, o'chib qolishini oldish maqsadida. Olmazor tumanida joylashgan Eski shahar mahallasida ham hamyurtlarimiz elektr energiyasidan oqilona foydalanishga va uni tejashga astoydil harakat qilmoqda. 5 ta xonadonimizga quyosh panellar qo'ydik. Mana ulardan hozir kivatdiki даже mahalla to'layotgan mablag'imni tejayapman. Shu mahallamizda qo'shnilar foydalanyapti degan fikrlarni bildirib chiqishyapti. Oldiniga to'g'ri har xil gaplarni gapirib bilmaganda
qilishdi. Mana hozir endi tushunib qolishdi-da. Tejamaganning tagi tang deganlaridek, har qanday tabiiy resursning ham chegarasi bor. Shu bois energiyani tejash bugunning talabi, ertangi kun oldidagi mas'uliyatdir. O'zenergiya inspeksiya hamkor tashkilotlar, oliy ta'lim vazirligi bilan birgalikda professor o'qituvchilar, ya'ni energiya resurslarini foydalanish bo'yicha har bittasini hududlarda oliy o'quv yurtidan tortib, o'rta maxsus ta'lim hududlarida profilaktika tadbirlari o'tkazadi. O'quv kurslari, seminarlar, shu bilan birga mahalla yettiligi bilan birgalikda har bir mahallada energiya resursidan foydalanish bo'yicha uchrashuvlar tashkil etilgan. Birgina so'nggi 4 oyda 164 mingta ishtirokchi qamrab olingan va shu bilan birga har bir mahallada yo bo'lmasa jamoat markazlari, xususan savdo do'konlari, yo bo'lmasa yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham energiya resurslarini tejash bo'yicha targ'ibot materiallar qo'yiladi. Sababi har bitta fuqaroni ko'zi tushib o'qidimi, bittagina bo'lsa ham ma'lumot olsin. Endi targ'ibotning hozir eng samarali usuli baribir ijtimoiy tarmoqlar. Siz aytayotgan shu uchrashuvlarda o'sha har doimgidek bir xil odamlar ishtirok etadi. Lekin hammaning qo'lida hozir telefon, ijtimoiy tarmoq, ya'ni siz istasangiz istamasangiz ba'zi bir reklamalar chiqib kelaveradi. Mana shu tarzda joylashtirilishi kerak mana shu targ'ibot materiallari. Nimaga targ'ibot masalasida mana shunaqa real choralar yo'q? Nima uchun biz mahallalarda yoki o'sha bir tuman hududida eng tejamkor iste'molchi degan tanlov o'tkazmaymiz? Nima uchun bir gaz masalasida yoki elektr masalasida eng tejab ishlatgan tadbirkorni rag'batlantirmaymiz masalan? To'lovni olishni eplayapmiz, rag'batlantirishni ham eplab qo'ysak, bu ham juda zo'r targ'ibot. Albatta, bunaqa tadbirlarni o'tkazish uchun alohida bir resurslar ham talab etiladi. Uni samarasiga qarab baholanadi. Siz yuqori ta'kidlab o'tdingiz. Lekin samarasi katta bo'ladi. Sarflangan pul o'zini oqlaydi. Biz yuqorida bejiz kelinlar qo'zg'oloni spektaklidan parcha keltirmadik. Tejamkorlik aslida o'zbek xalqiga xos xislat. Bundan tashqari dinimizda ham biror narsani isrof qilmaslik go'zal amallardan biri sifatida ta'riflanadi. Ayni damda bizda shu mavzuda diniy qo'mita vakilidan ham maxsus intervyu bor. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Islom dini nuqtai nazarida yomon ishlardan biri va yomon kishilardan biri bu isrof qilishlik va isrofgar insondir. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlardan to'g'ri oqilona foydalanishlik, uni shukrini qilishlik talabi qo'yilgan. Isrof Alloh bergan mol dunyo bo'lsin, tabiiy resurslar bo'lsin, ehtiyojsiz va maqsadsiz ishlatishlik ham albatta garchi to'g'ri yo'llarga bo'lsa hamki haddidan oshiq, chegaradan oshishlik albatta bu ham isrofdir. Bunday ishni qiladigan inson musrif, isrofgar inson deyiladi. Zotan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kulu washrabu va la tusrifu. Innalloha la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo isrof qilguvchi insonlarni yaxshi ko'rmaydi deb Alloh taolo marhamat qilgan. Xohishlar bo'laveradi, istaklar bo'laveradi. Lekin mana shu istaklar va talablarni qanoatlantirishlikda mo'tadillikni, tejamkorlikni Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda aytayapti. Bir so'z bilan aytganimizda Alloh subhanahu va taolo bergan mana shu ne'matlarni haqiqiy mas'uliyatini his qilmaslikda bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, "Summa latus'alunna yawma idin anin na'im." So'ngra qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo sizga bergan ne'matlar xususida albatta so'ralasizlar deydi. Ya'niki bu ne'matlarga qanday erishdingiz va bu ne'matlarni qayerlarga sarfladingiz deb Alloh subhanahu va taolo kattadir, kichikdir har bir ne'mat haqida Alloh taolo qiyomatda so'raydi. Insonlarda mana shu tabiiy resurslardan Alloh ularga rizq qilib bergan narsalardan ishlatayotgan paytlarida mana shu mas'uliyat hissini bilsalar, ularda mana shu narsalarda bir me'yor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham marhamat qilganlarki, agar bir kishidan Alloh taoloning bir ne'mati yuz o'girsa, uni qaytib kelishligi juda ham qiyin bo'ladi. Hayotda ko'rdik tabiiy gaz resurslarini. Hattoki chorvalarimizga o'sha yem pishirib beradigan bo'lsak, o'choqlarimizgacha ulandi vaqtida. Keyinchalik ko'rdik, mana shu narsalar hammasi o'lchovli ekan, bu narsalar tanqisligini ham hayotda ko'rib boryapmiz. Mana shunday tabiiy resurslarni ham ishlatayotgan paytimizda Alloh taolo o'lchov bilan bergan ekan, buni zoyi qilmasdan, uni behudaga ishlatmasdan, tejamkorlik bilan ishlatishligimizni mana shu shariatimizni ko'rsatmalariga muvofiq albatta anglasak bo'ladi.
Energiyani tejash bu shunchaki elektr uchun bir kamroq pul to'lash emas. Bu kelajakka mas'uliyat bilan qarashdir. Chunki har bir yoqib qoldirilgan chiroq, behuda sarflangan gaz yoki ortiqcha ishlayotgan texnika tabiat resurslarining bekor ketishi hisoblanadi. Bugun dunyo energiya uchun kurashayotgan bir paytda tejamkorlik oddiy odat emas, madaniyatga aylanishi kerak. Va bizda juda ham tejamkorlik borasida yaxshi so'zlar bor. Tejab sarflagan kambag'al bo'lmaydi degan naqllar ham xalqimizning hayotiy tajribasi asosida kelib chiqqan. Lekin biz bugun pulini to'lab qo'yapmiz-ku, nima farqi bor degan tushunchadan aslida yiroq bo'lishimiz kerak. Chunki ne'matlar arzonga insongacha yetib kelmaydi va ularni qadrlashimiz, ayniqsa bugun taqchillik, tanqislik kuzatilayotgan zamonda juda ham dolzarb hisoblanadi. Xohlasangiz tejamang, lekin qimmatroq to'lashga tayyor turing. Va biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Hammaga rahmat.